plastik operatsiyani ishini bajarib berdi. Hozir nasogubniy skladka, marionetkalar, brilyalar, shundoq nitlar bilan tortib beramiz. Deyarli plastik operatsiya qildik. Chunki bu zamena plastik operatsiya. Ko'pincha mijozlarimiz, например, operatsiyadan qo'rqishadi. Nimaga? Narkoz, yurakka ta'sir, keyin asoratlari bo'lishi mumkin. Bizni patsientimiz problema bo'lgan, ya'ni baqbaqasi bo'lgan, teri osilgan, yog'i qavat mana bunaqa bo'lib qolmagan. Lekin oziganda teri osilgan. Xunuk turgan bu narsa. O'shani nitvoy podtяжка qilib tortib berganmiz. Yoshi hozir deyarli 45 ta, ikkita farzandi bor. Oldin boshqa kosmetologlarda bo'lgan, natijasini ko'rmagan deb menga murojaat qilib keldi. Albatta, birinchi konsultatsiya, keyin esa natija, birinchi fundament, ya'ni terni sifati bilan ishlashimiz kerak. Bitta narsani aytmoqchimanda, ayni patsientlarimizga, mijozimizga, agar siz mana bunaqa semiz bo'lsangiz, nitvoy lifting sizga usha bermaydi, effekt natijasini ko'rmaysiz. Mani hozirgi patsientim muskulniy tip starения, то есть yog' qavati kamroq, lekin teri osilishi ko'proq. Shunda biz именно ayni terni sifati bilan ishlab, после уже nitvoy lifting zo'r natijaga ega bo'ladi. Agar sizda podborodok bilan baqbaqa muammosi bo'lsa, hoziroq menga murojaat qiling.